Tofu piydi manga o'xshash jo'rqib yeb beqinglar do'stlar. Ajoyib yeyishlik ta'm tilingizlam qoldi ekan. It sulumen tayin addiy birlik ko'rsangiz o'rganib olalaysiz, ta'mi kep ketmaydi. Et bayramda do'stlikning gul keltirib yetadimu. Buni qanday qatdimki qinamiz birlikda o'rganaylik. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topamay qolsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rining mayda go'shtini ushoq chanib olamiz. Undan keyin sabza, piyoz, qizil lazımni ushoq to'g'rab olamiz. Endi bularni cho'ngroq bir qachiq silib, tam xurishlaridan tuz, kavov uchun uni, aqmish qarmish azroq zir silib, cho'ng stamning maysiz samsaqli qizilmish qiyamidan ishqi qo'sh qatarapni silvitimiz. Cho'ng stamning cho'ngliqi bormish o'rg'layotgan mazgilimizda yeyishimizga intayin mos qildi. Ismidan chiqib turdi maysiz do'stlar. Endi bularni tekshirlashtirib olgandan keyin dufupining ustiga bir qavat nepizalatda yeyitib olamiz. Baqqilini yeyitib atmanglar. Ondan keyin kraxmal suyidan azroq ustiga yeyitib etamiz. Bunaqa vaqtimizda ajrab ketishining oldini olib bo'ldi. Endi buni ching yo'gab 15 minut atrofida dumisaklam pishib ketadi. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar. Hozir 60 xil darsimiz palet qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Pishqandan keyin yarim santi cho'nglikda kesib tayyorlab olamiz. Endi buni melab yeydiganga zimajang bilan samsaqli qizilmish qiyamdan silib tekshirlashtirib, usti qo'yib yesanglar bo'ldi yoki melab yesanglar bo'ldi. Intay yeyishlik o'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab beqing. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.